Hajivat mehmonxonasidan bugun Makkaga qarab yo'lga chiqyapmiz. Madinadan shu avtobus bizni jamoatimizni Makkaga olib ketadi. Hali Madina ziyoratiga ham chiqqan avtobusimiz. Duo qilib turasizlar. Inshaalloh bugun safarga chiqib ketyapmiz. Inshaalloh umra amalini ado qilgan Alloh taolo qabul qilsin umralarimizni. Doim onamizdan tug'ilgan kunimizdek bo'lib qaytishlikni Alloh taolo nasib etsin. Xo'jalar chiqishda hammalari Alloh xolasa duo qilib turasizlar, duoda bo'lib turinglar. Inshaalloh Madinada ziyoratlarimiz nihoyasiga yetib, ehromlarni boshladi hojilar. Makkaga ketyapti endi, Adromatga bir qarab qo'ysin. Assalomu alaykum. Hammalaringizga ehromlaringiz muborak bo'lsin. Mana hojilar oldida. Hojilar orqada. Xo'jaga mana yetib keldi oxiri. Mana hammalari shu yerda inshaalloh. Erkin bo'lsa sho'pirda yetishib oling. Joy bor, sho'pirda joy bor. Hojana kelyapsizlarmi? Qullab bo'lsin ehromlaringlar. Hojilar hammaga ehromlar muborak bo'lsin. Qo'raqin. Hammalari shu yerda. Xo'p. Hozir olaman. Orqada hojalar. Hamma kim ekan u? Ya Rabbi. Ha hojana. Ya Rahmanur Rahim. Amin. Amin. Ya Akramul Akram. Sho'pirda tushing, joy bor sizga. Ya Rabbi. Yo'q, siz tushing. Madinadan ketyapsiz birodarlar. Madinadan ketganda imkon boricha Rasulullohni qoldirib ketganligimizni qilib, Rasulullohdan ajramayotganligimiz qilib, Amin. Rasulullohning yoniga yana kelamanmikin deb Rasulullohga mushtoq bo'lib, Amin. ketishligimiz kerak bo'ladi. Rasulullohni yotgan joylari, aziz joylariga keldik. Qo'limizdan kelgancha qabrlarimizni ziyorat qildik. Masjid-ul Nabaviyda mana ibodat qildik. Endi haqiqiy amal, umra amalini bajarishlik uchun Alloh taoloning buyrug'iga bo'ysunib labbayka deb Ka'ba-i Muazzamaga ketyapmiz. Alloh taolo safarlarimizni albatta bexatar qilsin. Alloh taolo sihat salomatlikda, amonlikda borib, Allohning baytini tavof qilib, umra amalimizni to'lig'icha chiroyli holatda bajarganligimizni Allohim o'zi nasib qilsin. Alloh taolo hammalarimizga yelkalarimizga kiygan ehromlarimizni muborak qilsin. Alloh taolo borib Ka'bani tavof qilib, tavof namozlarini o'qib, sa'yga o'tib, sa'y qilgandan keyin sochlarimizni oldirganimizda, ehromidan chiqayotganda chiqayotganimizda onamizdan tug'ilgandek gunohlar, tug'ilganda qanday pok bo'lsak, shunday gunohlarimizdan pok holatda chiqmoqlikni Allohning o'zi nasib qilsin. Amin. Alloh taolo bu kelishliklarimizni Madinaga, Makkaga oxirgisi qilib qo'ymasin ya Robbal alamin. Bu kunlarda yana Rasulullohning yoniga kelganingni assalomu alaykum ya Rasululloh deb nasib qilsin. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك